Bugungi temamiz nima bo'ldi shunda? Hammani hozir qo'rqitayotgan, cho'chitayotgan, vahimaga solayotgan sun'iy intellekt sohamizda. Shu tema bo'yicha o'zaro suhbat qilib ko'rmoqchi edik. Такой mini podkast, testoviy. Xullas hozirgi o'sha bizning sohamizda, ya'ni umuman bizning sohamiz, umuman butun dunyoda sun'iy intellekt bo'yicha bo'layotgan o'zgarishlar, yangiliklar ko'pchiliklarga savol paydo bo'lib qoldi, qo'rquv, vahima, fobiya. Shunga o'zimizni shaxsiy, subyektiv, nima deydi, tajribamizdan kelib chiqqan holda shaxsiy fikrimizni aytamiz. Qanaqa ko'ramiz, ya'ni yaqin kelajakda sun'iy intellekt hozirgi progressivniy o'zgarishi qanchalik ta'sir qiladi bizning sohamizga? Ya'ni nimalar bo'lib ketadi? Qaysi tarafga ketadi? Shu mavzu bo'yicha. Abdulloh, nima deysan? Sen fikring qanaqa? Qanaqa ko'ryapsan kelajakni? Endi baribir rivojlanyapti. Baribir внедрение bo'ladi, kiraveradi bizning sohamizga ham, kino sohasiga ham, arxitektura, CGI, kompyuter grafika. Misol uchun hozir qanaqadir boom bo'lyapti. Har xil kompaniyalar, servislar o'zini искусственный intellektini, neyronkani poyga ketyapti. Qanaqadir vaqt o'tgandan keyin stabillashib, o'sha asosiy katta igroklar qoladi. Mana shu narsalar baribir o'sha 3D programmalarga ham, o'sha CGI grafika yo'nalishida ham baribir kirib keladi, qoladi baribir. Qolmasdan iloji, chunki shunga qarab kelyapti, rivojlanish, o'sish. O'sha periodga keldi. Hozir bir nima deydi, bir переходный momentda turibdi-da hozir. Переходный momentda turibdi. Meni shaxsiy fikrim qoladi. Yo'q bo'lib ketmaydi. Misol uchun qanaqadir boom bo'lib, bir ma'lum bir vaqt aktual bo'lib turib, keyin ketib yana o'zini holiga qaytadi emas. Qolsa kerak deb o'ylayman. Qolsa kerak. Ya'ni bizning sohamiz qanaqadir yo'q bo'lib yoki CGI sohasi yo'q bo'lib ketmaydi. Yo'q bo'lib ketmaydi. Искусственный intellektlar ham yo'q bo'lib ketmaydi. Mana misol uchun NFTlar bir chiqdi-ku. Bir necha yil oldin NFTlar chiqib, qanaqadir kosmos summalarga NFTlar sotilgan, onlayn qilib, hozir misol uchun bir boom bo'ldi. Tokenlar, o'sha NFT tokenlar qilinib, mashhur bo'lib ketdi-yu, maymuncha, bunaqasi rasmi, kartinasi, oddiy giflar qilib, auksion qilib, hozir yo'q unaqa narsa misol uchun. Hozir unaqa boom yo'q. Bu искусственный intellekt chiqqan paytda ham shunaqa gap bo'ladi, prognoz bo'lgan edi. Bu ham o'sha NFT naqalarga o'xshab, artlarga o'xshab bir boom bo'lib, keyin sekin qaytadi deyiladi. Yo'q, unaqa bo'lgani yo'q. Chunki bu narsani hamma katta IT kompaniyalar ham o'zini firmasiga, kompaniyalariga внедрить qilyapti. Katta 3D softlar ham o'ziga внедрить qilyapti. Bu boom bo'lmadi-da. Qoldi. Ma'lum bir vaqtdan keyin stabillashib, nima deydi, oddiy narsaga aylanib qoladi deb o'ylayman. Keyinchalik, ma'lum bir yildan keyin. Endi bu vaqt masalasi. 4 yildan keyin, 5 yildan keyin, bir 10 yildan keyin как обычный holat bo'ladi-da. Shunaqa fikrim. Tvorskiy yo'nalishdagi ishlar ham, yo'nalishlar ham, sohalar ham yo'qolib ketmaydi. Chunki baribir inson faktori birinchi o'rinda turadi. Albatta. Искусственный intellektlar, bular sun'iy o'sha intellektlar, neyronkalar yordamchi instrument sifatida kirib keladi baribir любой sohaga. Lekin yo'qolib ketmaydi. Inson faktori baribir birinchi o'rinda. Shaxsiy fikrim shunaqa. To'g'ri. Birinchi o'rinda yaqin 10-20 yil hisobga olgandami yoki bu ham vaqt masalasi. Vaqt masalasi qanchada? 10 yil, 20 yil, 50 yil. Hozirgi holatdan kelib chiqib turayapman. Oxirgi 2-3 yil desam bo'ladi, bo'ladigan 2-3 yil. Shunaqa. shunda просто ko'radigan odamlar savol tug'iladi. Hozir yangi kirayotganlar shunda kirsam bo'ladimi degan savol keladi. Shunda o'zi shunga endi ekan javob berasiz. Yo'q, Abdullohni fikrini eshitmoqchiman. Menga savol qiziq javobi. Professional odammi anaqasi? Mana yangi kirmoqchi bo'lgan odam shu narsa vыбор bo'lib qolsa, qanchalik hozir mana institutda maktab bitirib, soha qilib ishlamoqchi bo'lgan bolalar, yoshlar. To'g'ri savol. Anukini ham gruppada Faxriddin yaxshi savol berdi. Yaxshi savol. Yangi soft o'rganmoqchi. Nima deysizlar hozirga o'sha bo'layotgan такой global o'zgarishda nima maslahat bersizlar? Qanaqa yil vaqtini sarflab shu sohani o'rganadi. Keyin oxiri borib
ishsiz bo'lib qoladigan yo'nalishi bo'lib qoladigan bo'lsa degan qo'rquv borda shunga kirsa bo'ladimi bo'lmaydi juda zo'r savol bo'ldi degan narsa. Manimcha kirsa bo'ladi. Chunki hali endi hali 100% egallamadi-ku baribir. 100% egallamaganligini hisobga olsak, kirsa bo'ladi. Kirsa bo'lib borgani. Shu yerda bir gipotetik savol beramiz. 100% egalash holati qanaqa bo'lishi mumkin? Nazariy qaragan qanaqa bo'lishi mumkin shu narsa? Teoretik olganda bu qanaqa bo'ladi? Men masalan bilmayman savolni javob. Qanaqa bo'ladi? Firmani kreativ dizayneri o'sha kompyuter bilan gaplashib o'tiradimi? Menimcha o'zi o'tirib proyektni boshqarmasa kerak, asosan klient bilan gaplashadi, natijalarni ko'rsatadi. Da. O'sha momentida baribir odam faktori talab qilinyapti-yu. Da, shunaqa ekan. Masalan, sun'iy intellekt o'zini o'zi pechat qilib, o'zini o'zi tasdiqlab bermaydi-yu narsa. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa. Bu yerda menimcha o'sha itosko rukovodитель, o'sha rukovodитель o'zi, ya'ni art direktor deylik, odam o'zi menimcha ijodiy tomonlama kuchli bo'lishi kerak. Masalan, sun'iy intellekt hamma narsani o'sha aytgan ideyasini chiqarib beradigan bo'lishi uchun u odamdek o'zi miyasida zo'r kreativ ideyasi yaxshi bo'lsa, o'sha sun'iy intellekt chiqarib beradi. Chunki bir xilda bo'lma, shunaqa darajada qiyin zadacha beraman, sun'iy intellektga ideyalarimni aytyapman, prompt orqali chiqarib bera olmayapti. Какой-то referens bermasangiz, shunchaki promptni o'zida hech qanaqasi mana shunaqa narsa qilib ber deyapman, chiqarib bera olmayapti. Chiqarayotgan narsasi вообще kasha. Shunaqa. O'shandan tushunib yetdimki, bu yerda odamni inson faktori katta rol o'ynaydigan. Oddiy shu prompt yozishda ham inson faktori kuchli. Bu yaqinda shu bitta proyekt qilganimizda, zarubejniy proyekt. Ishda 4 xil stixiyani ko'rsatishgan, 4 xil mavsum emas. Mavzu olov, havo, yer, и suv. Mana shu 4 ta unsur bor-ku, mana element. 4 ta element ko'rsatish kerak. Endi shunga mos fon tanlash kerak-da. Kadrga fon tanlash kerak. Eksterior ham bor, interior ham bor. Endi yerda takoy, nima desa bo'ladi? Surrealizmda yerda janr qilinayotgan surrealizm janrida internetdan yoki stokdan, Shutterstockga o'xshagan saytdan topib qo'ya olmaysiz-da yerda. Misol uchun bitta air bo'lsa, havo bo'lsa, qilinyapti, mos topish kerak. Qidirib ko'rdim, Shutterstockdan chiqmadi, bo'lsa sotib olib turib, o'xshatishga, yoki bo'lmasa tayyor olib turib ozgina bo'lmadi. O'sha berilayotgan o'sha texnik zadaniyadagi narsani, ishdagi narsani искусственный intellektda rasm generatsiyasi bo'yicha berdim. O'sha bo'yicha chiqardim, lekin menga kerakli bo'lgan rezultat chiqargunimcha bir 20 tacha generatsiya qildim-da. Prompt yozaman, o'tqizaman, darabotka qilaman, o'tqizaman, to'g'rilayman, o'tqizaman, bir 15 ta, 20 ta попыткада chiqadi baribir. Ming zo'r искусственный intellekt bo'lgani bilan zo'r, misol Midjourney bor, Leonardo bor, yana nimalar bor hozir. Ko'payman, Gemini bor, ChatGPTniki bor. Baribir siz qanaqa prompt berishingizga qarab turibman. Baribir inson faktoriga baribir taqalyapti-da. Shuning uchun ham 100% endi bilmadim qancha necha yil kerak 100% qabul qilib olish uchun masalan nima bo'ladi. Javob bera olmasam. Baribir inson faktori rol o'ynayapti, baribir. Inson anaqasiga ortda qolyapti. Shunaqa restoran bor. Shuning uchun ham nima deydi? Ijodiy sohaga kirayotgan odam yoki bo'lmasa o'sha yoshlar institut bitirib yoki talaba bo'lib turib o'rganmoqchi bo'lganlar bemalol menimcha o'rgansa bo'ladi. Ijodiy soha, kino, musiqa, rassomchilik, hudojniklik yoki CGI bizani soha, 3D grafika sohasi. Lekin nima deydi? Yo'q, men искусственный intellekt ishlata olmayman deb bo'lmaydi. Baribir ishlatiladi. Da. O'zi osonlashyapti o'zi. Shunaqa osonlashyapti-da. Primitivlashyapti. Faqat bu yerda bitta moment meni savol qiynaydi. Masalan, oldinlari hali sun'iy intellekt degan narsa bizning hayolimizga ham kelmagan moment bo'lganda, asosan qo'lda chiqarardik. Renderlarni, detalizatsiya, materiallarni ishlab, yorug'liklarni to'g'rilab turib, hozir ko'p holatda o'sha generatsiya bilan ko'p narsa to'g'rilanib qolyapti-da. Da. Shunda shu paytgacha bo'lgan u soatlab perfeksionizm qilib turib, kadrni yamab, yalab chiqarish momentida mehnatga hojat bo'lmay qolish holati bor. O'shanda professionalizm kerak bo'lmayotgandek bo'lyapti nazarimda. Chunki mana siz qilasiz, keyin boyagi mutaxassis endi kirib kelgan holatda shuni prompt, даже to'g'ri tavakkal yozgan holatda ham
chiroyli ish chiqib qolsa, shu paytgacha men qo'lda qilganim degan masalan kimdir qabul qilmagan bo'lishi mumkin. Masalan, shuning yo'q, men shu paytgacha qo'lda ishladimmi, qo'lda davom ettiraman degan ba'zi bir odam qaysarlik qilishi mumkin. Ha, bor. Ular aytadiki, men yo razumniy savol beradi o'ziga, ya'ni shuncha payt nima qilib yuribman? Men buni ishi bitib ketib tezroq topshiryapman. Men haligacha bir xatodan bitta ish proyekt topshira olmayapman. Men xayol bilan ishlayotgan odam bo'lishi mumkin. Shunda boyagi odam yangi studentni tasavvur qiladi. Ishini oson bitirgan odam, haligi odam 10 yil, 20 yillik tajribasi bor bo'lgan odam. Shunda holat qanaqa bu hollanyapti? Qiyin savol. Qo'l mehnati menimcha baribir yuqoriroq baholanadi bunaqa momentda. Baholanadi deganda mutaxassislar tomonidanmi yoki klient farqi bo'lmasa kerak klientga. Klientda mutaxassislar tomonidan bo'lsa, klient uchun natija muhim. Qanaqa u biza sun'iy intellektda qilamizmi, mehnat qilib grafikada qilamizmi, qo'lda qilamizmi? Misol uchun oldin AutoCADda chizadigan programma, CAD programmalar bo'lmagan vaqt qo'lda chizilgan-ku, chercheniyda planirovkalar, rasmlar bor-ku, qog'ozda, doskada, lineyka, gorizontalniy, vertikalniy o'stirib qilingan. Vaqt soati keldi, ularni o'rnini AutoCAD, ArchiCAD qanaqa qilib egalladi. Endi bu yerda ham shunaqa narsa bo'lishi mumkin. No baribir klient uchun menimcha bu ikkinchi darajali narsa. Biz nima narsa uning uchun u holatga natija chiqsa bo'ldi. Haqiqiy mutaxassislar uchun, shu sohani ichida yurganlar uchun ular misol uchun aytishi mumkin. Men uchun mana haqiqiy skill bilan, navik bilan qilingan ish qadrliroq tuyuladi baribir. Baholanadi, yuqoriroq qo'yiladi. Chem 75%, 80% ishi искусственный intellekt qilingandan ko'ra. To'g'ri. Chunki agar nimalar o'zgartirib bersa bo'lgan. Da, shu tutib. Qoqiladi. Shunaqa joyda qoqiladi. No, lekin mana misol uchun bundoq qarasa, o'sha siz aytayotgan 10 yillik mutaxassislik bizada o'zimizni misolda keltiradigan bo'lsak, o'zimizdan misol keltiradigan bo'lsak, ochiqchasiga qabul qiladigan bo'lsak, aytayotganingizdagi shu narsaga prinsipalniy yopishib olib, yo'q, men bunaqangi ishni qadrlamayman deb turib, o'sha narsada qolib ketsa ham bo'lmaydi. Odam to'xtab qoladi. Bu narsani real qabul qilishimiz kerak. O'zini-o'zi qiynagani qoladi. To'g'ri. Bu narsani real qabul qilib, misol uchun shu narsani o'rganish kerakmi, majburmizmi? Sun'iy intellekt bizga keyinchalik darajada katta, mana aytayotganingizdek, yangi potensial nima deydi? Qoni qaynoq yangi anaqalar kelib turib, sun'iy intellekt zo'r o'rganib olib, bir xilda shunaqa bo'ladi, sizdan zo'r natija chiqarib olish mumkin. Keyin bu yer sizdan qarab turib, skeptik qarab bu narsaga mana shuncha bilimim nima bo'ldi, shuncha o'rganganlarim nima bo'ldi, unaqa emas. Yengil qarash kerak-da. Demak, o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Misol uchun, shu narsada tezroq natija chiqaryaptimi, tezroq anaqaga erishyaptimi, pulni ham tezroq olasiz. Budjetga ortaq qiladi ko'p narsa. O'sha narsani demak o'zlashtirish kerak bo'ladi, majbur. 10 yil bitta softga o'zimiz ketkazib o'rganib, yo men bunga sodiq qolaman deb unaqa skeptik qoladigan qolib ketamiz. Fanatичный bo'lish kerak emas. Da. Bunaqalar qolib ketadi. Nechta odam ko'rganmiz bunaqalar. Menimcha shu qo'rquv ularda bo'lish kerak ayniqsa asosan. Masalan, agar o'sha kundalik ravishda yengilliklarni olib, ish jarayoniga qo'shib olsa, u odam menimcha xavotir olmasa ham bo'lsa kerak. Da. Boshqa odam yo kutaman deydi yoki oxirigacha sodiq qolaman deydi, keyin oxirida fobiya bo'lib qoladi o'ziga. O'ziga fobiya bo'lib qoladi. O'zini-o'zi qiynagani qoladi-da. Ani ham keyin nima desa bo'ladi. Ular unaqa qilyapti, men mana bunaqa qilyapman, nimaga deb savollar tug'ilaveradi. Asujat qilishni boshlaydi-da. Men ishlatmayman, buni ishlatyapti. Men ular o'sha искусственный intellekt qiladigan narsaga men vaqt sarflab qilaman. Nimaga deb unaqa bo'lish kerak emas. Unaqa bo'lish kerak emas. Kerakli joyda yordam bersa, ishni natijasini yaxshilab beradigan bo'lsa, ma'lum bir protsentda ishlatsa, uning hech menimcha zarari yo'q. To'ppa-to'g'ri. Endi bu yerda hozir bitta yana savol, siz aytayotgan savolingizga, men yangi kelayotgan bolalarga menimcha yangi o'rganadigan softni qaysi softni tanlash kelajagiga yaxshiroq mos keladi. Shu joyda misol uchun ko'pchilikda savol paydo bo'ldi. Nimani o'rgansam bo'ladi? O'sha kuni ham gruppada, keyin boshqa joyda ham savol bo'ldi. Men yangi o'rganmoqchiman. Mayli, aytaylik,
ijodiy kuchli odammi odam emasmi farqi yo'q, просто ularda savol bo'lyapti-da, yeng kelayotgan odam shuni o'rganmoqchi, qanaqadir javob berishingiz kerak-ku. O'shanda baribir sizni javobingiz uni davomiy bo'lishi uchun zo'r samarali javob bo'lishi kerak-da. Qaysi softni tanlasa, ertaga sun'iy intellekt kuchayayotgan momentda o'sha sun'iy intellektga moslashib, rivojlanib, kuchayib ketgan, kuchayayotgan manaqa bo'lishi kerak. Shunaqa momentda nima deysiz, misol uchun? Qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Endi avvalo yo'nalishdan kelib chiqib turib aytiladi, ya'ni qaysi ishda ishlamoqchi bo'lishiga qarab javob beriladi. Arxivingiz deylik, mana. Arxivingizni oladigan bo'lsa, o'zimiz sohani. Xo'p, litsenziya bizdan chetga tushiramiz. Litsenziya muammosini chista soft sifatida qaraymiz. Chunki ko'rayotgan odam litsenziyachi deydi, ya'ni kerak yo'q. Yo'q, litsenziyaning aloqasi yo'q, bu tanlayotgan. Imенно soft tanlayman. Agar sotib oladigan odammiz deyiladi bu narsa. Xo'p, avvalo shu momentida o'zimda bir so'rov paydo bo'lyapti. Autodesk kompaniyasi nimaga o'zini produktiga sun'iy intellektni внедрить qilmayapti? Mana bu muammo bor. Mana keyinchalik bo'ladigan etap. Lekin savollar javobi aniqroq baribir, chunki industriya shu bizning sohamizning standartida Autodesk kompaniyasi shu 3ds Max arxivizga moslangan. Buni aylanib ham o'tib ko'rib boshqa programma topsa ham baribir qaytib keladigani Max bo'lib qolaveradi. Sababi avvalo studiyalarni pipeline'ida o'sha ish jarayoni shu programmaga moslangan. Hozirdan boshqa programmani olib kelib, butun ishchilarni shunga qaytadan o'qitib, uni vaqti yo'q. Chunki proyektlar joyida turmaydi, srazi qilish kerak bu narsani. Ishchilar kelganda ham har gal, yo'q, biz bugun boshqa programmaga o'tdik. Deyilib Blender. To'satdan bir studiya Blenderga o'tib ketdi. Shunda boshqa odam Max'da kelyapti-da, kelib, yaxshi mutaxassis keldi boshqa, lekin u Blenderni bilmaydi. U ishlagan ekan, ishni biladi lekin, zo'r biladi. Lekin yo'q, bizning studiya Blenderda ishlaydi desa, unda inkorrektniy moment bo'ladi. Chunki o'zi muammolik o'zi aslida freelancer bo'lib ishlayotganda ham Blender o'zidan toza, yo'q, men Max emasman, lekin Blenderdan foydalanaman mustaqil ijodkorlar uchun deganda ham biza nimadan foydalanamiz? Tayyor modellarni sotib olish bo'ladi. Stokoy modellar. Stokoy modellar. Ular bizani nima? Vaqtimizni ekonom qilib berish kerak. Vaqt ekonom qilingandan keyin Blenderga o'tsak, уже teskarisi ketadi. Har bitta materialni boshqadan nastroyka qilish kerak. Uni Max'dan Blenderga o'tkazib bo'lmaydi bu narsani. Katta muammosi shu. Shunaqa. Ba'zan boshqatdan mayli bitta dona vaza bo'lsa-ku yoki divan bo'lsa boshqa gap, lekin bu yerda kompleks interyerlar bor. Eksterierlar. Daraxtlarni, boshqalarni o'zini sistemasi bor, material nastroyka qilingan, uni to o'rgan bilmaymiz ko'pchilik bilmaydi. Materialni tushunmaydi ko'pchilik. Prosta olib kirib ishlasa bo'ldi. Bizga mana sanoqli odam bo'lib, ham modeling, ham render, ham yorug'lik, ham dizayn bilsa-ku boshqa, lekin bir yarimdan ko'p mutaxassislar ular to'g'ri. Prosta olib kiradi, ishlatadi, render qiladi bo'ldi. O'shaning uchun Max'ni baribir o'rganishga majbur. Bu bir arxivingiz bo'lsa-da. Qancha bir texnik tomonlama, ya'ni texnik rabota, qo'pol ish model yasab, sahnani tayyorlab, misol uchun uni renderga tayyorlash uchun ham baribir Max kerak bo'ladi. Max kerak. Shunaqa. Da, to'g'ri. Siz xuddi siz aytgan voqea bitta bo'ladi bo'ldi, real hayotda. Blenderda o'rganib, ishlab, keyin oradan qancha vaqt o'tdi-da, menga renderlarni tashlab turishadi bizdagi o'sha nima deydi? Mutaxassis sifatida fikringizni ayting deydi-da, render tashlaydi, mana shunaqa koronada qildim dedi. Yo'q, sen Blender ko'rmading, Blenderda qotding, nima bo'ldi desam, yo'q, mana shunaqangi bitta zo'r ishxonaga, kuchli studiyaga chaqirishdi. Ishga bordim, lekin ular kategorически 3D Max, Corona misol uchun yokida Cinema 4da aktanda qilishar ekan, bo'l. Majbur bo'ldim o'tishga. Qanaqa misol uchun hech qanaqadir pishama yeyish yoki bir narsadan anaqa yo'qmi? Выгорание yo'qmi? Yo'q. Moslashib ketdim dedi. Boshida ozgina o'zingizda skeptitskiy anaqa bo'ladi. Oyoqda tura olish. O'sha narsani yechib bersa bo'ldi. Bo'lmasa har bir anaqa moslashadi. Chunki shogirdlar keldi, shogirdlar blenderchilar keldi. Endi aytyapti, mana shu blender bo'yicha ketmoqchiman, arxivingiz bo'yicha. Masalan, animatsiya emas, modeling emas, arxivingiz bo'yicha. Men aytdim, boshdan boshladim ularga. Xafa bo'lmagandan studiyaga borganda seni olishmayman.
asosiy hamma studiya Maxda. Sen o'tdan bela varona bo'lib, ana ortiqcha odam sifatida bo'lasan. Sen hamma Maxda ishlab o'tiribdi. Bir-biridan proyektni olib o'tyapti. Sen Blenderdasan. Qanaqa ishlaysan nomli? Sinxronizatsiya bo'lmaydi. Bu birinchi muammo. Birinchi muammo. Ikkinchi muammo, sen qilib ketgan proyekt ularga kerak emas. Faylingni to'satdan kerak bo'lib qolsa, sen ishlab ketgansan, bo'shab ketgansan, 1 yildan keyin proyekt ko'tarish kerak. Blenderni qidirib qolishadimi? Yo'q, bu firmaga kerak emas bu narsa. O'shaning uchun da, bu yerda lekin bitta narsani aytib ketish kerak. Bu bilan Blenderda yomon demaymiz. Sinema sohasida, misol uchun, yo'nalish sohadan sohadan kelib chiqqan holda Blender misolni ko'rasan, kino sohasida zo'r narsalar chiqadi. O'zingiz ishlab ko'rdingiz masalan. Zo'r Blenderlar chiqardingiz masalan. Men tasdig'ini shu odamni ko'rdim-da. Men o'sha bir proba qilib ko'rdim, qanchalik o'xshamaydi eksperiment. Endi meni holatimda o'xshamadi. Bo'lmadi, xullas yemadi, qo'pol qilib ketganda. Aynan bizning sohaga. Da, arxivingiz uchun. Endi misol uchun aytganingizdek, nimaga qiziqishga qarab, qaysi sohadan kelish arxivingiz bo'lsa, o'sha eksterior, interior dizayni bo'lsa, shunga o'xshash narsalar bo'lsa, da. 3D Max, render dvijoklar masalan, Corona, V-Ray, Storm arxivingiz uchun заточенный-da. Da. Вот. Endi misol uchun kelib, yo, men arxivingiz emas, men animatsiya desa, unga, конечно, Maya deysiz. Maya yoki bo'lmasa men personaj kinoga, game devga, kinolar uchun personaj bo'lsa, unga ZBrush, tam render uchun Arnold, mana shunaqa endi. Soha yoki men motion reklamalar uchun, motionlar, anaqalar uchun, studiyalar uchun har xil vstupleniyalar, intro, outrolar ularga sinema 4D. Instrumentlari, misol uchun sinema 4D'da men Daniel bilan ishlaydigan Danielni o'zbek tanishi bor ekan, berib turadigan ish. Menga Telegramdan yozib qoldi-da. O'zbek bola ekan, sinema 4D'da ishlar ekanda. O'sha aytdi-da, motion grafikada ko'rasiz ishlar, reklamalar, Behance. Sinema 4D'ga bo'lgan instrumentlar hech qaysisida yo'q. Maxda ham yo'q, Blenderda ham yo'q, Houdini'da ham yo'q. Imенно o'sha zatochin ekanda, o'sha bu o'shanga zatochin, ha. Misol uchun arxivingizlar ham qilishadi-yu, ana bitta Vizline degan studiya bor-ku. Anaqada Instagramda. O'shalar misol uchun sinema 4D'da Coronada qilishadi. Arxivingizga ham bo'ladi-yu, no ozgina qiynaladi-da. Instrumentlari boshqasi motion uchun zo'r. Yoki spetsifikalar bo'lsa, Houdini masalan. Nimaga ketishga qarab. Lekin imенно arxitekturniy vizualizatsiya bo'ladigan bo'lsa, unda Maxdan boshqa. Даже freelancer bo'lib ishlagan, hozir men freelancer bo'lib ishlayman. Modellar tashib berishadi, narsalar boshqa, hammasi Max bo'yicha-da. Germaniyadan tashiydimi, Avstraliyadan tashiydimi, Fransiyadan, Ispaniyadan, Braziliyadan arxivizmi faqat anaqa. 3D Max. Boshqacha variant yo'q. Endi Rustam aka boya aytdilar-ku. Bundan bir aytaylik 20 yilmi, 10 yil o'tdi. Menimcha 20 yil emas, 20 yilga borib 10 yil deylik. 10 yilda katta o'zgarishlar bo'ladi-ya, menimcha. Men taxminim bo'yicha. Chunki qachondan boshlandi? 2023danmi? 2022dan. 22danmi? 3 yil ichida. Rustam aka вообще qattiq anaqa bo'ldi-da. Progress juda. Prям mamlaqa bo'ldi. Dimitris kelib ketdi. Juda. Menimcha tushmaydi. Bu tushmaydigan narsa deb o'ylayman, o'zi isbotladi. Va o'shani aytdim. Boshda bu yog'iga ko'tarilib boraveradi. Har xil mana Sora, Veo ko'payib ketdi-yu, video bo'yicha ham, video generatsiya. Ular ham bunaqa qiladi, ya'ni eng kattalari qolib, mana shu bozorda maydalari yo'qolib ketadi. Shunaqa. 2-3 ta katta mastodontlar qolib, o'shalarning o'rtasida endi sifat bo'yicha ishlanadi o'zi. Anaqa bo'yicha ham, rasm bo'yicha ham, video bo'yicha ham, misol uchun programmistlar ishlatyapti hozir kodingga masalan. Shunaqa. Cloud degan bor, Cloud birinchi o'rinda turadi anaqa bo'yicha. Koding bo'yicha birinchi o'rinda turadi, dahshat. ChatGPT 5 ham anaqa qilib chiqdi, kodingga zo'rdi, lekin Cloud'da besplatniy versiyasi bor-ku. Platniy emas, besplatniy versiyasini o'zi boshqa ChatGPT, boshqalarni platniy versiyasidagi kodingda bir 10 barobar kuchli. Dahshat darajada kuchli. O'zida anaqasi bor. Встроенный artefakt просмотрщик bor. Bu o'yin
anaqa yozadiganmi, kodini yozdirasizmi, yoki bo'lmasa sayt uchunmi, landingmi, o'zida hech qanaqa uni kodni boshqa yoqqa olib ko'rish uchun ham ortiqcha narsa kerak emas-da. O'sha chatbotni o'zini ichida unaqasi bor. Demonstratsionniy oknosi bor. Ishlatib beradi, bemalol ishlatib beradi. И o'shani o'zidan cloudni o'zini serverlariga joylab turib, o'shani publikatsiya qilsa ham bo'ladi. O'zini hostingidan foydalanib, hostingga o'zingiz nom berasiz, otini berasiz, cloudni hostingida, serverida turadi. O'sha anaqani ssilkani bu kim tashlab turib, kirib ishlatsa ham bo'ladi. Bemalol o'sha saytda yoki bo'lmasa o'yinni yoki programmani любой ishlatilyapti. U yo'qolib ketmaydi demoqchiman. O'shani NFT artlarga o'xshab bunaqa bir bum bo'lib ketdi, bunaqa bo'lmaydi. O'zi bir narsa bo'ladi-yu, bir 2 yil trendda bo'ladi, bum bo'ladi, keyin sekin bosilib shirib keyin puf bo'ladi-yu, unaqa bo'lmayotgan. Shu joyda maslahat berardim, yengiliga maydalashib ketmasligini. Ha, shunaqa. Chunki masalan Sora, Link, endi bu video generator bo'lgan, boshqa rasm generatsiya, kod generatsiya qiladiganlar model generatsiya qilish holati bor-da, masalan uchun ommalashyapti. Bu yil kuchaydi model generatsiyasi bo'yicha. Lekin hozir umumiy qarorimiz-ku. Biz umumiy qaraganda ham qaysidir yo'nalishlarni biz baho berishga harakat qilamiz. Bu yaxshi ketyapti, bu yomon ketyapti, bu yaxshi. Umumiylikda yana bitta kategoriyaga bo'lyapti-da hozir. Boshqalar yangi kirayotganlar hali umumiy ko'radi. Umumiy ko'rganda uni rivojlanayotgan ko'ryapti, bu vizion chiqqan ko'ryapti. Oddiy misol So'rab ketish kerak emas. So'rani ko'ryapti, voy zo'r bo'lib ketdi, sun'iy вообще realistik qilyapti. O'libdi-da soha deganlar bo'lyapti-da. Shunda aytaman, bu noto'g'ri tushuncha. O'libdi deganda, ya'ni birinchidan sen video bilan shug'ullanmaysan. Soha arxitektura kirganingda bu boshqa yo'nalish. To'ppa-to'g'ri. Uni o'tda sohadagilar xavotir olish kerak. Bu birinchi moment. Uzun sohani egalari. Ikkinchi momenti bu sohaga kirganda уже ustki yo'nalish bo'yicha izlanish kerak bo'ladi. Qaysi generatorlar bunga qaysi tomondan foyda beradi? To'ppa-to'g'ri. Chunki sun'iy intellekt o'zini o'zi knopkani bosmaydi. To'ppa-to'gri. Bu birinchi. Hamma biladi. Bu knopkani biza bosamiz-da. Nima ish qilish kerakligini. To'ppa-to'g'ri. Lekin men yana bitta narsaga ahamiyat berdim. Mana men ishlatyapman hozir, anaqa enhance qilishdi. Masalan, o'rtacha ishlangan vizualizatsiya bilan yaxshi ishlangan. Masalan, deylik bitta vizualizatsiya, bir xil kadr, bitta narsa, bittasi 50% ishlangan. Materiallar, osvesheniyalar, sifati modellar, bittasi tam 75-80% darajada ishlangan-da. O'sha ikkalasi enhance qilinsa, zarabotka qilinsa bilan, bilan, neyronka bilan, yaxshiroq ishlangan render sifatliroq natija beradi. Shunaqa. Da? Shunaqa beradi. Chunki anaqa zablуждение bo'lib qolishi ham kerak emas-da. Modellarni tashlab, viewportdan screenshot qilib berib chiqarib, unaqa bo'lmaydi. Misol uchun, zelenni men tekshirib ko'rdim. Barglarida, daraxtlarda, yashilliklarda stoldan tortib vetka baylarigacha oddiy berilgan materiallar bilan teksturasiz, просто rang o'zi berib qo'yilgan. Ikkinchisida как положено teksturalar berilgan, plus translyatsiya, ya'ni nurni o'tkazishlari, prozrachliklari berilgan. Ana o'shani men enhance qilib solishtirganimda osmon bilan yer shalik farq. O'z gruppada ham necha marta gaplashdik. Sizda bo'lsa ishni qilib ko'ringlar, menda buzilib chiqyapti. Masalan, siz ham qilib ko'rdingiz. Bu yerda keyin Bekzod Qushqarov ham qilib ko'rdilar. Imенно o'simliklarda bo'lgan, nafaqat o'simlik, boshqa modellarni chetlari ham detalizatsiya buzilib ketyapti. Shunda oxirida men u proyekt topshirishim kerak edi, katalog qilman. Katalog render u yaxshi pechatdan chiqishi kerak. Endi vaqt shoshilinch bo'lganligi men o'yladim bir 3000, 2000 yoki render qilib, upscale'da katta qilib sifatni ko'tarib olaman desam tortmadi. Keyin o'yladim oxiri baribir ruchnoy 6000 ga 4000 qilib turib kattalashini render qilindi. Ya'ni sun'iy intellekt почти aralashmadi proyekt. Ruchnoy tugatildi chunki sifat boyagi chiqmadi. Sababi razmit, ya'ni chaplab tashladi. Shunaqa. Logichniy, masalan, o'simlikni logichniy продолжениyasi ketmayapti. Chunki bilmayapti-da, trayektoriya qo'yilmaganda, tushunasizmi? Razmiti. Qayerga ketishni bilmaydi. Ko'raman, yo'q, bo'lmaydi dedim. To'ppa-to'g'ri. Izohda anaqa bo'ldi, diskussiya bo'ldi-yu bitta ishda. Bittasi, hozir любой odam tepa chiroyli kadr qo'yib turib, sun'iy intellekt bilan chiroyli qilib garovul. Keyin bittasi yozdi. Misol uchun gap yo'q, sun'iy intellekt zo'r darabotka qilib beribdi, chiroyli chiqarib beribdi, yanada chiroyli chiqargan. Keyin izohida bittasi o'shanga qarshi anaqa qilganda,
keyin bu по факту gapirib berdi. San просто generatsiyaga tashlading, enhance'ga tashlading, shuni zo'r chiqarib beradigan emas. U yerda birinchi o'rinda основа zo'r bo'lishi kerak. Ya'ni renderda o'zi glubina, kompozitsiya, svet, освещение hamma narsa rol o'ynaydi-yu, kameraning tanlashi. Shu narsalar agar yaxshi bo'lsa, sun'iy intellekt qanaqadir ploskani, svet yorilib ketgan bunaqa narsani hech qachon sun'iy intellekt qutqarmaydi deyapti-da. Xuddi shunaqa narsa-da. Bu fikrdan aytmoqchimanki, balibon odam o'zini anaqasi kerak. Shu yerda 10 yillik bo'ladigan voqeani men o'ylayman, har doim nimagadir shu sizga ham aytaman, Iron Man, Tony Stark. Misol uchun o'sha anaqa talibanlarning qo'liga tushib qolarmidi? Asrga o'sha yerda o'zida qo'lda instrumentdan anaqa yasaydi, musurdan narsa yasaydi-da. Lekin o'shandan keyingi voqea mana shu o'zini anaqasi laboratoriyasiga borib turib, grafik anaqalar bilan уже darabotka qilib, men bizani sohamizdagi, ya'ni ijodkor inson shunaqa ko'raman-da. Ya'ni misol uchun o'sha narsani oddiy instrument bilan chiroyli chiqarib beradigan inson shunaqangi darajada продвинутый texnologiya bilan undan ham zo'r narsa chiqarib beradi-da. Agar o'sha narsa u odamda bo'lmasa, sun'iy intellekt foydasi yo'q deydi. Keyinchalik chunki ko'ramizku, balkim aytganimdek, xuddi Tony Starkdagi golografический anaqalar chiqib ketadi, nurlar bir-biriga secheniyani to'g'ri berib, golografический chiqarib bersa, tasavvur qilgan, misol uchun 3D modellaydigan shahar, qo'lingda olsanda, bundoq ko'targan, misol uchun bu binoni mana bunaqa ko'targan deb turib, modelni o'sha yerda o'zida tashlayapsan-da. Bu yerda уже faqatgina bizani kreativ ishlaydi, ideya. Misol uchun qanaqa qilish kerak? Mana aytaman, o'simlikda, landshaftda menga chiroyli arxitektura keldi-da, render vроде chiroyli, lekin nimadir yoqmayapti klient mijozga-da, nimadir yoqmayapti. Menga o'sha anaqa qildi. Bekzod, mana shunaqa bo'lyapti, ko'rib bering nima? Deb, bo'ldi, tushundim nimaligini. Boshqatdan ishlab chiqdim. Polni o'sha благоустройствоni o'zim qiladigan qilib, o'simliklarni kerakli joyga ekib, kerakli o'simlikni tanlab, umuman boshqa atmosfera chiqib keldi-da. Masalan, o'sha muazzam ana основа zo'r edi, arxitektura chiroyli edi, lekin klientga yoqmaydi. O'sha narsani men o'zim yoqtiradigan qilib, atrofda o'simliklarni ekishi o'zini ozgina anaqasi bor-da, nima deydi? Takoy ijodiy algoritm bor. Inson ko'zi ko'rganda qanaqa yoqimli bo'ladi. Shunaqa qilib turib chiroyli eksangiz, bu уже insonni nima deydi? Qobiliyatini inson faktoriga taqalib qo'yadi-da. O'shanga haqiqiy ijodkor inson qo'rqish kerak emas deb o'ylayman. Demak, просто programmaga bog'lanib qolgan odam toza ketma-ketlikdan, kreativniy mishleniya bo'lmasa, demak u qotib qolishi mumkin. Unda xavf bor, unda qo'rqish kerak. Bu ham keyin faqat shu искусственный intellektga yopishib olib, mashina ushlab olish u ham xato. U ham xato. Ikkalasini kollaboratsiya qilib, parallel ishlatish kerak, kerakli joyda ishlatish kerak. Baribir hamma narsada bu endi instrumentlar-ku, искусственный intellektdan bitta instrument. Nol qaraysiz. O'sha 3D programmalar ham instrument, o'zi aslini olib qaraganda. Asosiy narsa baribir avtorni anaqasi, dunyo qarashi, nimani ko'rayotgani, nimani xohlayotgani. Videolar ham bor-ku, video syomkalar ham-chi. Любительlar qo'liga $6000 kamerani beradi, professional qo'liga $100 обычный kamera berib qo'yib bor-ku, mana shunaqa primerlar. Shuning uchun ming instrumenti zo'r bo'lmasa, o'tgan odam o'zida kreativность bo'lmasa, u tajriba bo'lmasa, qanaqa olish bilimi bo'lmasa, $10,000 qo'liga kamera bersa ham unaqa narsa ola olmaydi. Zo'r misol. Haqiqiy avtor qo'liga telefon berib qo'ysam, biz ham o'zi iPhone olsa telefonni, o'sha kerakli svetni, kerakli soyani, kerakli kompozitsiyani topib, chiroyli qilib beradi. Misol uchun oxirgi natijasini ko'rganda даже bilmasligi ham mumkin. Nimadan olinganmi? Telefonda oldimmi, videoda oldimmi? Shuning uchun oxirgi baribir faktor inson o'zini faktori, o'zini dunyo qarashi, fikrlashi, qanaqa ko'rishiga bog'liq deb bilaman. Baribir. Bu hozir endi bizga tegishli bo'lgan moment bo'ldi. Endi klientga tegishli bo'lgan momentni ozgina. Narx-navo tushishiga ta'sir qiladimi, yo'qmi? Tushadi. Narx-navo tushadi deb o'ylayman. Chunki ishlar tezroq bajariladi birinchidan. Misol uchun biz oldin aytaylik, bitta proyektga 1 oy vaqt ketkazganimizda hozir men aytadigan darajada kuchayib ketib qolsa, o'sha narsaga biz 1 haftani vaqt ketkazamiz. 1 hafta, 2 hafta. Menimcha parallelni shunga moslab turib, ish vaqtini qisqarishini hisobiga kamroq mehnat ketadi, menimcha narxi tushadi.
narxlar tushib ketadi. И вот mana shu yerda уже menimcha haqiqiy anaqa boshlanadi. Nima deydi? Tvorskiy vayna. Ya'ni aytganimdaki shunchaki просто tirikchilik uchun kirib kelgan insonlar mancha sekin o'zi anaqa qilib ketadi. То есть bitta qilayotganda ish o'xshamay qolsa o'zi sekin chiqib ketadi. Da, o'zi chiqib ketadi. Qaysi yili bo'ldi? RQda bo'ldimi? ArtStation degan saytda bo'ldimi? Da. AIga boykot qilib, tipa unaqa bo'ldi-ku. Qarshi bo'lib, Adashmasam 2023 bo'ldi bu narsa. 20 bo'ldimi? Полный ochaman galereyani. Faqat no AI bo'lib. Hozir adashmasam YouTube ham anaqa qilyapti, yangi versiyalarda yangi algoritm внедрить qilyapti. YouTube'da ham ko'payib ketdi, shortslarda ham videolar ham искусственный intellektda qilingan videolar chiqaryapti, shortslarda. O'shalarni filtrovat qiladigan funksiya qo'shyapti, maksimal darajada dezinformatsiyani yo'qotish uchun. Chunki nimaga bizku hozir bizning pokoleniya bu narsani ichida yuribdi, texnologiyani ichida yuribdi, ko'ramiz, o'qiymiz, bilamiz, qayerda nimani ajrata olamiz ko'z bilan qaraganda. Nima qaysi video искусственный intellekt, qaysi biri video realniy olingan montaj. Oldin montaj deyilardi, hozir endi deydi. Ko'plar bilmaydi, misol uchun yosh katta odamlar anaqaga tushib qoladi. Provokatsion videolar bo'ladi. Men uyda ko'rsatdim, primer uchun. Shu искусственный intellekt yasalgan, shu so'rada videoda yasalgan videolarni ko'rsatmadik. Realniy video deb o'ylashyapti masalan. Shu narsani oldini olish uchun yosh katta pokoleniya o'zimman xabar yo'q bo'lgan odamlar bu narsa dezinformatsiya bo'lib qolmasligi uchun, noto'g'ri informatsiya videoni ko'rib zablуждениyaga tushmasligi uchun oldini olish uchun hozir filtratsiya qilish yo'lini qo'yapti. Искусственный intellekt bo'ladigan bo'lsa, sразу anaqa bo'ladi. Strike bam bo'ladimi? Yo'q, отметка ham emas, umuman yo'qotmoqchi. Shorts. Qachonki videoni vstupleniyasida o'zida shu narsa haqida belgi bo'lmasa, ogohlantirish bo'lmasa. To'g'ri. Hech qanaqa anaqasiz, teksiz, ogohlantirishsiz искусственный intellektni xuddi realniy videoda qilib ko'rsatayotganlarni anaqa qiladi. Siz qanaqadir bir video olib chiqayotgan bo'lsangiz, shu haqida mavzu, shu haqida bo'ladigan bo'lsa, unaqa emas. Lekin maqsad nimaga yo'naltirilgan? Ya'ni sun'iy intellekt bilan yasalgan video bilan odamlarga dezinformatsiya qilish bo'lsa, ana shu narsaga endi aytmoqchi edim. Nima, znakam qo'ying hech narsa. Qanaqadir o'sha maqsadi qanaqa bo'lishi kerak? Tvorskiy yo'ldami, anaqami? Shunaqa. Provokatsiya. Mazmundan kelib chiqarganda. Mazmundan kelib chiqadi. Misol uchun qanaqadir искусственный intellekt haqida siz video qilyapsiz, hujjatli film qilyapsiz yoki o'zingiz bir fikrlaringizni podkastga gapiryapsiz, unga hech qanaqa primerlaringizni ko'rsatyapsiz. Unga hech qanaqa gap yo'q. Imенно generatsiya qilingan videolarga, ya'ni 100% generatsiya qilingan video, hech qanaqa ogohlantirish yo'q. Misol uchun ashulalarda bo'ladi-yu, ogohlantirmasdan, cover deb yozmasdan qo'yib yuborsa, avtorskiy pravo bo'yicha narushение bo'ladi. Bitta bir og'iz cover degan so'z yozib qo'ysa bo'ladi, hech qanaqa muammo yo'q. YouTube ham strike bermaydi, ban bermaydi. Avtor ham ko'radi, havas kelib cover versiyasini qo'yib etibdi deydi. Shunga o'xshagan narsani YouTube hozir anaqa qilmoqchi, qilmoqchi. Shu kamaytirish qiziq bo'ladi kuzatishlik. Kamaytirish bo'larkan. Chunki yana yozishadi kommentariyada, o'qiyman, fikrlarni yaxshi mutaxassislar. Kelasi avlodga rahim keladi deydi. Videolar mana bir oy o'zida qancha yuz chiqib ketdi. So'rani o'zi chiqqandan keyin portladi masalan, endi bu narsa ko'payaveradi-yu. Qiyin bu narsa. G'ish, qor ko'chgandan keyin ser bo'lib to'xtatish menimcha qiyin bo'lsa kerak. Agar kuchli bo'lganingizdek filtratsiyani boshqarib to'xtatib bo'lmaydi, faqat shuni endi nima qilish kerak-da? Kontrol qilish kerak. Kontrol qilish kerak, filtrlash kerak. Qalblanishda. Menimcha yana bir 2-3 yilda уже yana perioddan o'tib olsak kerak. Baribir hozir rivojlanish momenti bo'lamiz. Ya'ni 2 yil oldin ham bir baho berish holati bo'ldi. 2 yildan keyin men rivojlanib ketadi taxminan o'sha periodda bo'ldi. Ya'ni biz 2-3 yil oldin sizlarda bo'lsa qanchadir rivojlanib ketadi degan o'zimiz stavka qilardik-ku. Model qanchadir zo'r generatsiya qilish boshlaydi yoki videoni boshqa. O'sha taxminan shu taqa-taq keldi. Ya'ni 2-3 yildan keyin nima bo'lishini endi men sal qiyin bo'lyapti, shu to'g'risida aytaman o'zimda. Chunki уже как будто zo'r bo'layotgan deb bo'lyapti. Agar shu progressga ketadigan bo'lsa, вообще bundan ham zo'r bo'lib ketadi. Или bu oxirgi tochkasi bo'ladigan bo'lsa, faqat nima deydi? Nima qilinadi? Pilit qilinadi, davrabotka qilinadi. Sayqallanadi-da. Qiyin-ov deyman, sora chiqqandan keyin VO3 jim o'tirmaydi Google. Bu endi torni chiqaradi, mana sen ko'rsatib qo'yaman. Hozir o'sha EY'ni ketyapti. Hamma kompaniyalarning o'rtasida. Hamma fishkalarni ochib tashlashotganga o'xshaydi-da. Bo'lmasa ular razработка qilib kelgan shu paytgacha. Ularda bular ishlagan,
lekin u produkt sifatida hali bir chala bo'lganiga chiqarmay turgan. Endi buni qolib ketmaydi deb taqada unda ham nima bo'ldi? 3D model generatsiya qiladigan. Mesh AI bo'ladimi yoki Rodin, Tripo, yana Hunyuan 3D lar bo'lib, почти bir kun farqi bilan yoki bir kunning o'zida yoki bir kun farqi bilan ultra high detail generation qilib turib, modelni ultra versiyasini chiqarib yuborishdi hamma. Hamma chiqardi. Ko'raman, undan ham ko'raman, wow deyman, bundan ham ko'raman, wow deyman. Amalda ishlamayapti, to'g'risini aytaman. Amalda bu cherry picking qilishar ekan, cherry picking, bilmagan odamlarga mingta generatsiyadan 10 ta yoki 100 ta yaxshisini tanlab olishadi. Qolgani tufti, ichidan reklamaga imенно zo'rini qo'yib berishadi. 100 tadan bitta chiqdi degani bu 1% dan degani-da, 100 tadan bitta. Chunki agar generatsiya qilsangiz, sizda 10 ta, 20 ta rasm qo'ysangiz ham o'sha sifatni chiqarib bermasligi mumkin. Bu narsa amalda sinaldi ham. Masalan, o'zim yasagan modelimni 2-3 xilini tanladimda, shuni o'zim ruchno yasaganman. Sodda va murakkab. Soddasini qo'ysam, soddani qilib beryapti, murakkabini qo'ysam qilib berolmayapti. Kimdir deyishi mumkin, internetdagi eng murakkab dekorlarni qo'yib turib, generatsiya qilib tashlab, saytga qo'yib tashlayman deyishi mumkin. U narsani qila olmaydi. Chunki ko'tara olmayapti u narsani, detalizatsiyani. Maydasida sodda ko'rinish, yasab berishni muammo yo'qda qilib beryapti. Shunaqa. Siz savolingizga nima deb o'ylaysiz? Misol uchun, bizning sohamizda shu narx-navoni qanchalik darajada o'zgaradi yo o'zgarmaydi? Nima deb o'ylaysiz? Klient kelmasligini hisobiga odam o'zi tushirsa kerak deb o'ylayman. Agar klient arzonroq, yaxshi studiya, masalan, studiyadan narxidan kelib chiqiladi ko'pincha. Masalan, katta studiyalar просто vizualizatsiyani o'zini olib narxlasa, masalan, $10 dan $15 bo'lgan o'rtacha narx qo'yadi-da. Agar ular 10 dan past qo'yorsa, ko'chadagi freelancer 15 qo'ya olmaydi. To'g'ri. Mana shundan kelib chiqadi. Ya'ni narx qo'yadigan urovendagi studiyalar bor, o'shalardan kelib chiqadi deb o'ylayman. Bozordagi katta o'yinchilar qo'ygan narx bilan moslashib. Chunki bitta mebelchi bilan katta mebel fabrikasini, eshik fabrikasini xo'jayini bilan endi yaqinman. Gaplashib o'tirsa, "Aka, narxi kim belgilaydi?" deganman-da. Katta kompaniya deganda. Shunda o'zlari ham men ham katta emasman degandek, kattalar o'zi, lekin men katta emasman deganlar. Mendan katta fabrikalar bor, ular narxi qanaqa qo'ysa, men shunga qarab turib tushiraman deganlar. Shu bizga ham pozitsiya shunaqa. Agar katta firmalar tushirib yuborsa, men o'zi malarni qo'ya olmayman. Modelingda ham, boshqasida ham. Renderda ham xuddi shunday. Gap misol uchun bu bizani topish tutishimizga ta'sir qanchalik qiladi? Misol uchun, men aytganimdek, aytaylik, bir oyda 10 ta rasm chiqargan bo'lsangiz, 100 ta rasm chiqarib, o'sha summani chiqara olamizmi yoki qiyinroq bo'ladimi? Agar hozirgi holatga baholab turib, ekonomika joyida tursa, unda zakazni ko'proq olmasangiz yutqizib qo'yadi. Ya'ni masalan 2000, 1,5-2000 topib turibsiz. Narx tushib ketdi AI sababli. Ya'ni texnologiya osonlashdi, tezroq bityapti, klientlar tezroq qolsan, nima qilasan? Vaqt kam ketadi. Vaqt ketadi. Vaqt bilan o'lchanadi. Vaqt bilan o'lchanadi. O'shanda bir oy proyektingiz 2 haftada bityapti. Mayli, 1,5 ming emasda siz 1000 olasiz, 500. Prям 2x kamayib ketmaydi. 30%, 25% sifatida kamayadi. Men ham shunaqa deb o'ylayman, prям chunki 2x hozir o'zida kamaytirib ishlashyapti. Men bilmay qanaqa ishlashyapti. Mana arzon ishlaydigan bolalarni aytaman. Studiyalar ham bor ekan arzon ishlaydigan. O'sha paytda baribir kamlik qiladi. Chunki siz zakazingiz oshmayapti-da, masala shunda. Чтобы oldingi narx ushlab turish uchun zakaz 2 barobar yoki 3 barobar ko'proq bo'lishi kerak. Ob'yom ko'proq bo'lishi kerak bo'ladi. To'g'ri. Ob'yom hisobiga biz foydamizni olish boshlaymiz. Menimcha plus minus menimcha ko'pchilikda shunaqa fikr kelib chiqsa kerak deb o'ylayman. Chunki logika bilan, matematika bilan hisob-kitob qilib o'ylab ko'rsangiz, mana shunaqa narsa chiqyapti-da. Shunaqa. Xo'sh, menimcha hamma nozik davlatlarni olib chiqdik-a. Nima deb o'ylaysiz? Misol uchun, endi bizga emasdir, balkim arxivingiz emas, CGI sohasida qaysi sohalar ko'proq nima deydi? Xavfli jar oldida. Motion grafika. Motion grafika birinchi o'rinda. Chunki motion grafika shunaqangi bir qimmat yo'nalish ekanki, bitta 1 minut, mayli 1 minut emas, 15 sekundlik rolik ishlash uchun ancha-muncha odamni vingrad qilish kerak ekan. U ichida real flow yoki portlashlar yo bir narsani sindirishlari, animatsiya, personaj,
morfing misol uchun hammasi ruchnoy haftalab animatsiya qilinadi bu yoqda Vugar degan Vugar, akamiz Vugar. borda VFX bo'yichada yetayotganda bunga shu sohasi hozir menimcha eng xavf ostida turibdi. chunki ruchnoy qilib kelgan odamlarni vallohi ham bilmadim qiyin hozir qiyin Chunki aytganingizdek bu такой yo'q narsada VFX effekt bu vizual anaqa sun'iy intellekt yomon qo'yadida bu narsani qaraysiz-da. fantaziy narsalarni Ha. zo'r qiladi lekin realistik narsalarda lekin hali Ha. zo'r emas lekin Da. Keyinchalik manimcha kuchayib ketadi. Yo'q, endi menimcha bu soha uni yo'qolib ketmaydi. Shundan to'g'ri foydalangan mutaxassis menimcha o'tgan ham o'sha foydalanish kerak o'tish kerak shu yo'nalishga Ha, ha, ha. o'zini Qolib ketish yo'nalishda kerak. qolib ketish kerak emas agar qolib ketsa u demak Gujini eng qiyin sohalar anaqadan bittasi, softlardan bittasi. litsenziyasi ham manimcha eng qimmat Gujini bo'lsa kerak qancha ekan Ham 3-4 ming bo'lsa Ha, kerak. 4 mingdan oshiq adashmasam endi tekshirish kerak Avtokat ham arzon emas. Avtokat ham qimmat. Lekin manimcha eng qimmat shu Adobe qimmati anaqalari Gujinida просто bu yerda nafaqat bu VFX bu yerda Gollivudda o'tgan yilimi zapostovka bo'ldi-yu. ssenaristlarni Ancha kinolar chiqmay qoldi, surib qo'yishdi masalan. surilib ketdi Qanaqadir profsoyuzlar tashkil qilinsa kerak ularda yoki boru уже. Bu narsaga sal filtr qo'yib turadi. kontrol Filtr qo'yib turadi. Masalan, qanaqadir proyektida 100% sun'iy intellekt bermaysan degan shartlarni qo'yish mumkin. Bizda profsoyuz yo'q, masalan shunday. Bizda bir qanaqadir qonun tribut yoki bir narx-navo tushib ketishiga qarshi bir ish olib borolmaydi. Lekin ular ham menimcha o'tsa kerak bu perioddan. Masalan, asosiy ulardagi xavflardan aktyorlarni sun'iy ravishda arxivlash. Ya'ni har bitta aktyor o'zini obrazini sotadi kompaniyaga. Ma'lum bir muddat proyekt ishlatilsa, anaqa olasan deydi. foizli kassadan kassadan tushib turadi sanga. Xuddi anaqaga o'xshabdi, misol uchun katta kompaniyalar videosida yoki kinosida logotipini ishlatishini hisobiga katta pul to'laydi-yu, shunaqa narsa qoladi. Xuddi shu narsa kompaniyalar emas, aktyorlarni, katta aktyorlar ham o'zi ham obrazni sotish mumkin degan anaqa bor. Bu yerda gap bor. Hozir ham уже boshlanyapti deb eshitdim. Oddiy misol bitta O'yinlarning o'zida ham anaqada bo'ldi Will Smith deman, Bruce Willis. U kasal u. Kasal. Lekin shunaqa bo'ldiki, Rossiyani qaysidir telefonni kompaniyasimi nimadadir chiqdi-da, lekin o'zi kelmagan. Deepfake'dan foydalanishgan. anaqada MTS'da Rossiya MTS'da chiqarishdi. Deepfake'dan foydalanishgan. Demak, o'zini anaqasi bo'yicha deb turibmiz, soglasiasi bo'yicha o'zi lekin o'ynay olmaydi, gapira olmaydi o'zi. Juda og'ir kasal, qanaqadir. Sindrom bor. Autizm emas. Autizm emas. Esdan chiqarib qo'yish. Parkinsonga o'xshagan bir nima, boshqacha ekan unda. Yana bitta aktyor o'lib ketdi уже, anaqada. Top Gun'ni Maverickmi? Bo'ldi. Kimda ovozini yo'qotib qo'ygan aktyor bor. Bilaman. O'sha yerda u xuddi shunaqa chiqqan. Top Gun'ning kinosida ham shunaqa bo'lib chiqdi. Ovozi gapira olmaydigan bo'ldi. Gapira olmaydi chiqdi. Men o'ylayman ovoz qo'shdi sun'iy intellektda deb o'yladim. Shunaqa deyishdi. Yo'q. Ovozini sun'iy intellekt bilan bastan qilishgan. DreamWorks'ga Moana degancha. O'shani mana как приручить драконani kino versiyasi chiqdi-ku. O'shanga o'xshab uni ham Moanani ham kino adaptatsiyasini qilishyotgandi. Anaqa o'ynash kerak edi. Dwayne Jones o'ynash kerak edi. Endi ham shu narsa bor edi. Rustam akam aytgan, yuzini o'zini sifrovoy versiyasini qilishmoqchi edi, bo'lmadi. Производствоda, productionda bular kutgan natija chiqmagandan keyin o'zi o'ynashga majbur bo'ldi. Boshida shunaqa bo'ldi. Ozgina bor ekan, ozgina. Shunaqa. Oz qoldi lekin. Unga manimcha. Endi konkret o'zgarmaydigan soha quruvchilar vallohu alam. Arxitektura, dizayn qoladi. U 100%. Doktorlar, asrlar davomida. Hech kim o'zi kompyuterga skalpel tashlamaydi. Shunaqa. To'ppa-to'g'ri. Endi avval bu narsani qo'rqish kerak emas. Agar даже yo'nalishimizda kimnidir sohasi o'lib ketsa ham, sabab Alloh boshqa tomondan bir qanaqadir eshikni ochib qo'yadi. Boshqa yo'nalish olib ketadi muammoga. Yana bitta bir o'zimda bir shu xayol oldin ham bor edi. Oldin ham bor edi. Nima anaqaki, fikrki, ko'payib ketgan narsa qadri yo'qoladi-da. Xuddi shu narsa sohamizda ishlashga mutaxassis ko'payib ketsa ham, lekin yani konkurensiya ko'pligidan narx-navo уже gepki bo'lib qoladi, tushishni boshlaydi. Sifatan. Shunda men o'zimga bir qoidami deydimi, o'sha paytda qilinadigan amal deydimi? Qiyin
bo'lgan hech kim qilolmaydigan yo'nalishni o'sha payt tanlayman deydi. Ya'ni 50 ta odam kamda. O'sha qiyinni qilib o'rgani o'sha payt odamni kamroq qilsin, konkurensiya kamroq bo'lsin, narxni qimmatroq eta olay degan fikr bor o'zimda. Amalda bu narsa ancha yildan beri qo'llab kelingan. Menimcha har bir ijodkor inson bunaqa narsa qilib qo'yish kerak. Zo'r. Plan B deydi. Plan B. Plan B qo'yish kerak. O'sha yangi yo'nalishlarni ko'rib, o'zim uchun qaysi bir jiz etadi deyman deb o'rganib yuraman. Yaxshi fikr. Yaxshi. To'g'ri fikr. Mana ikkalamiz ham aytayotdik. Bizda ham o'ylab qo'yamizda, nimani qilsak bo'ladi. Ko'p. Birga olib ketib turib, hozir ishlayotgan sohamizni yo'qotmasdan. Chunki gaplashganimizda ham bunaqa progress bilan boshda progress nomno ketayotgan hozir risk ko'tarilib ketdi. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, aytib maslahatlashib bu sohani yo'qotmasdan ishlab и plus одно время yana boshqa narsani ham sekin passivniy dohod plus yana nimadir. Shunaqa narsani o'yladim. O'zi bizning sohada tepa varianti proyekt menejerligi, proyekt boshqarish o'zi chizish shart emas. U narsa ham hozir 3 yil oldingidek emas hozir, chunki men tanishlarim bor. Endi tepada emasman-da, o'sha pastdan qaragan baho beraman-da. Tanishlar bor, unaqa emas. Da, 2-3 yil oldin shunaqa edi. Proyekt menejerlar ham hozir oddiy anaqa bo'lib qoldi. Ja bir qattiq intiladigan narsa emas. Yugur ko'p. Yugur ko'p. Aytganingizdek bunaqalar ko'paydi, bunaqalarga bo'lgan talab kamaygandan keyin ko'p pul to'lash kerak. Bunaqasi bor uni ham, xarajatmi ham. Kompaniyalar ham aqlli. To'ppa. Tak, menimcha sekin to'xtatursak ham bo'ladi. Zo'r bo'ldi suhbat. Yaxshi. Ko'pchilik balkim bu narsadan ko'rib ozgina o'ziga nima deydi, tinchlanishmi nima deydi. Yo'q, o'zi xotirjamroq bo'lish kerak. Shunaqa. So'v kalla bilan baho bermasa, emotsiya bilan balkim yo'nalishi bo'lgan sohadan voqlechib ketadi. Ketib qolib, xato qilishi mumkin-da. O'shanga даже mayli ko'rsin, ishlasin, birdaniga bir oyda bo'lib qoladigan narsa emas bu. To'ppa-to'g'ri. 1 yil, 2 yil, 3 yil mayli ko'rsin. Bo'lmasa, demak, bo'ldi, meniki emas deydi-da. Armonda qolmasdan ketadi. Aytganingizdek, 2 yildan keyin sokinlashadi baribir bu anaqalar. Hozirgi bo'layotgan shu vayna kim o'zariga ketyapti, mana generatsiyaning 3D modeli bo'yicha. Qanaqadir 1-2 kun ichida ketma-ket hammasi chiqarib tashladi. Sora, Veo ketma-ket. Mana ChatGPT, Cloud, Grok ko'payib ketdi-yu, kitayskiy versiyalari chiqyapti. Hozir shunaqa ketyapti, gonka o'sha 2 yildan keyin bosilib, spokойniylashib qoladi, katta igroklar qoladi. Mayda-chuyda kichkinalari ushlab qolmaganlari ketadi. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa bo'ladi. O'zi prinsipi ular harakat qilayotgan realizm o'zi mashhur realizmda. Ular videoni shu sifatga chiqarib olgandan keyin undan u yoqqa o'ta olmaydi. Bor sifatga chiqarmoqchi. O'sha mana shu holat agar bir zadacha bo'yicha biz mana shu video chiqqandan keyin o'sha texnologiya chiqarsa, biz mana shu tabiatda любой tabiatni o'zgartirib qo'yish mumkin. To'ppa-to'g'ri. Plajda o'tirishimiz mumkin. To'ppa-to'g'ri. Masalan, Antarktikaga borib qo'yishimiz mumkin. O'shanda agar shu narsa уже realniy bo'lsa, уже u yoqqa o'tmasa kerak. Уже aytilganingda, aytganingizdek sokinlashadi, hamma. Всё, mana shu rejim, shu bo'yicha davom etamiz deydi. Уже gapingiz bo'lib qo'ydim. Taxminan deylik bir 10-15 yildan keyin xuddi hozirlar misol uchun instrumentlarni, misol uchun 3D Max, Blender, Cinema 4D ni как instrument bo'lganda 10 yil, 15 yildan keyin bu narsalar как обычный instrument deb bo'lib qoladi. G'oya birinchi o'ringa chiqadi. G'oya menimcha eng qimmat narsaga aylanadi. Nima pulni soqlar. G'oyaga pul bosarganmiz-da. Endi ideyani fikrlashni kuchaytirish kerak. To'ppa-to'g'ri. Kreativniy мышление kuchli bo'lishi kerak. Qaraylik, mana shu lekin bunday olib qarasak hozir qaysidir ma'noda hozir menimcha sekin orqaga qaytamiz, ya'ni kitob o'qish, bilim olish, mishleniyani kuchaytirish, mayli fizik kitob emas, elektron kitoblar bor. Uni muhimi xullas miyani ozgina aytganingdek massaj qilish bor. Mana shu narsa odamlarga anaqa kerak bo'ladi, как kuchaytirish uchun, tirik qolish uchun qilish uchun. Majburmiz endi sababini qilishimiz kerak, o'tirib keyin o'zimiz oyog'imizga bolta urib qo'yishimiz kerak. Ideya birinchi emas. Steve Jobs ham ideya kuchli bo'lganda, misol uchun u kompyuterda iPhone o'tirib o'zi razraботka bo'lmaganda, faqat o'sha oldiga kerakli kadrlarni yig'ib, ularga ideyani bergan. Ular bergan ideyasi bo'yicha keyin shablon bo'yicha
ular bir nima chiqarib bergan o'sha telefonni ham boshqasini ham to'ppa-to'g'ri. tarix shunaqa bo'lgan ideya misol uchun Bill Gates ham unaqa bo'lgan-ku shunda tayyor bor sistema shunday chopgan kinosi bor-ku Silikonoviy dolinaga konkursiyasini ko'rsatganda uxlayotgan joyida anaqa ketgan haligacha o'shanaqa yurar ekan haligacha davosi bor mandan o'g'irlagan atrofiga o'sha yedinimishliklarni Yig'ib olib. bir xil g'oyali fikrlarni yig'ib haqiqatda o'sha geniy kadrlarni yig'ib ideyani zo'rini bergan и o'sha narsani bunaqasini qilishgan ideya haqiqatda kuchli narsada To'ppa-to'g'ri. Ancha yetadi. Xudo xolasa bundan